Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. MCD jamoasining navbatdagi ishi ilishda bo'ldi. Avvalgi ilish, hozirgina ko'na 4 yil. Ko'rib turganingizdek hurmatli obunachilar, bu xonamiz ham endi 520. Ya'ni bu shiroko format bo'ldi. Avval ham aytib o'tgandek, men shunday joyingiz katta bo'lsam, chetini ko'rib ishlang. Ya bo'lmasa boshqa ayting degan narsa yo'q bizda. Shu yurib turgan bahasi o'zgarmagan holda, eni katta bo'lsam, 5 metr, 4,5 metr bo'lsam, 5,5 metr bo'lsam ishlab beramiz. Mana ko'rganingizdek, bu yerda 4 xonasini ishladik. Dona pechat bo'ldi bu ikki xonasi. Keyin bu xonamizning polni pechat bo'ldi. 2025-yildagi toza modalarimiz. Kraskasini, rangini o'zingiz baho beraverasiz. Yerimiz однотонный bo'ldi. Hech qanday guli yo'q, hech narsasi yo'q.